Ha, ustovi, urg'unni olyapti. Yo'q, barmoqim qiyshiqni to'g'rimi shunday qarayotgandim. Nima deyapsiz boya? Shu xotinaga kelguncha o'spit qila olamizmi? Bir oylarga kelib qoladi. O'zi xotiningiz qayerda? Izraelda. Ha, siz ham alfonslardanmi? Tushunmadim, nima deganingiz? Yo, siz noto'g'ri tushunmang. Bu zamonaviy erkak degani bu. Ha, unda men super zamonaviy erkak ekanimda. Xo'ja aka. Xo'ja aka. Keyin laqani ustovolar. Короче, ustovo, mashinalari xotinaga kelguncha chiq qilib remontchasini qilishim kerak. Bo'ldi, chotki qilib, fasadni remont qilib, shkatulkachasini zo'r qilib beramiz. Ana santexnik tanishlaringiz ham yo'qmi? Nima bo'ldi ichkarida ozgina santexnik ishlar. Mana, shogird santexnik. Ha, ana shu chotki qilib remont qilib beramiz. Maza qilasiz polni ichkarisini. Santexnikani qilsalaringiz, elektrik tanishlaringiz-chi? Mana shogird. Ha, ana shu chotki qilib, elektrini ham zakon qilib, yo'q. Kechasi kunduz bo'lgan bilmaysiz. Rosta. Ha, ustovo, urg'unni olyapsiz. Yo'q, barmoqim qiyshiqmi to'g'rimi shuni qarab. Nima deyapsiz boya? Mana shu yerga bitta yaxshi malyar bolalar kerak, tanish bolalar sizga. Malyar nima qilasiz? Mana shogird bor. Ha, ana shu yeringizda chotki qilib remont qilib, podключ qilib topshiramiz. Xotinaga kelguncha o'spit qila olamizmi? Bir oylarga kelib qoladi. O'zi xotiningiz qayerda? Izraelda. Ha, siz ham alfonslardanmi? Tushunmadim, nima deganingiz? Yo, siz noto'g'ri tushunmang. Bu zamonaviy erkak degani bu. Ha, unda men super zamonaviy erkak ekanimda. Alik tog'a 20 ta xaltaga smetga klient topdi. Ketdik bugun iftorga shashlik. Kim bo'lib? Ha, ustalar, nima bo'lib edi? Tushunmadim. Nimani so'tchaq bo'lasizlar? Yo'q. Hoji aka, men aytdim. Iftorlik attirib bering, qornimiz och. Dedim, siz attirmadingiz. Shunga bugun meni hisobimdan iftorlik bo'ladi. Hoji aka, bu smetlarni hozir klient chiqqan, 20 tasini sotamiz. Kechqurun bitta chotki iftorlik mendan. Bu ro'za kunida harom yeyish bu gunoh emasmi? Qanaqa iftorlik? Yo'q. Siz buni halol pullar bilan ishlab olamisiz? Ha, Halolmi? Bu peshana terilar bilan olamanmi? xuddi shunday. Bo'ldi, siz halol olgan bo'lsangiz, bu sizning nomingizdan halol bo'ladi. Hoji aka, bugun iftorlik mendan, sizning hisobingizdan. Alik tog'a, bir kattaroq ketmon yo'qmi? Bilmasam, men ham uy egasiga aytdim, uy egasi pakanami deyman, 05 ketmon olib kelib o'tiribdi-da. Alik tog'a, shu ro'za tutgan odam nos chaksa ro'zasi buzilib ketami? Astag'firulloh deb aytdi Sardor. Qanday bu ro'za payti nos chakki bo'ladi? U harom bu. Ro'zador odam nos chakmaydi, даже iftorlikdan keyin ham chakish mumkin emas. Alik tog'a, siz ro'za emasmisiz? Nos chakdingizmi? Sardor, men ro'za emasman-ku. Hozir 2000 so'm pul jalka ketdi, bilasanmi? Oyligingdan 2000 so'm minus. Nima qildim men?